Diqqat, xalq, tezkor xabar. Bugun ayrim joylarda chang to'zon bo'ladi. Bugun 13-avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Qayd etilishicha, kunduz kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Navoiy viloyatlarining ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Shuningdek, poytaxtda ham shamol tezligi 10-12 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.